Sinfdosh bilan sinfdosh turmush qurganini eshitganman-u, parallel sinfdoshlarini to'yi bo'lganini ko'rmagan bo'lsangiz, yo'lni o'zim bilan to'yga olib ketaman. Mazza qilib aylanib kelasizlar. Kelin poshamiz bilan kun yorishmasdan, tun yorishmasdan salonga keldik-ku, tezda makiyajlari tayyor bo'ldi. Qaranglar, asalchaligini orada Farg'onada nomer 1 bo'lgan mushtariy salonidagi Madina opamga kelinchayimiz bilan birgalikda manikyurchiklarimni qildirib oldik. Ishoninglar, Madina opam vashshe zo'r qilib, tezdagina qilib qo'ydilar. Maza qilib gaplashib ham o'tirish kulgurdik. Kimga shunaqa asal va sifatli tirnoqlar kerak bo'lsa, Madina opamga aloqaga chiqinglar. Pastda akkauntlarini qoldirib qo'ydim. Kelinimiz kuyovni kutishga tayyor bo'lib, salonda kutib turadi. Lekin yo'l to'sarlik qildik. Kelinimiz bilan kuyovimiz shunaqa chiroyli bo'lib, fotosessiyaga ketishdi. Biz ularni kutmasdan qizlar bilan to'g'ri kelin tomondagi to'yga bordik. Lekin meni telefonim zaryad qilmaganligi uchun u yoqda to'yda ololmadim. Ozgincha mehmon bo'ldik, kelin va kuyov kelishdi. Keyin esa biz qizlar bilan kuyov tarafdagi to'yga yo'l oldik. Maza qilib mashinada baland musiqalar qo'yib, maza qilib ketdik o'zi ham. Parallel sinfdoshlar o'ziga ko'z qo'ygandek bir-birlariga mos, mashalloh ko'z tegmasin. O'zbek urf-odatlariga ko'ra yuz ochdi marosimlarini ham qilib oldik. Juda chiroyli to'y bo'ldi. Asosan parallel sinfdoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi. Sevib sinfdoshini olganlar ko'p, lekin parallel sinfdoshiga erishganlar kam bo'lsa kerak. Shunday qilib to'yni tugatib uyga qaytaverdik. Menimcha biz to'ydan ko'ra mashinada maza qilib keldik desak ham adashmagan bo'laman. Orada melsaga tushishga ham ulgurdik. Bu videoda bir sevgini baxtli yakunini ko'rdingiz. Ilohim baxtli onlari bardavom bo'lsin. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, thank you. Obuna bo'lishni unutmang.